Siz yarım kara gözle. Turgu. Vay, düşmedim ya. Salam dostlar, yaxshi turatamsizlar. O'tgan edishkinimiz bo'yicha hikoyalarimizni davomlashtiramiz. Men bugungi hikoyani mana dokumentariya shaklida, ya'ni hujjatli film shaklida tayyor qilib keldim. Bugungi hikoyamizga quloq solinglar. Bu hikoyamizni 10 yillar burundan tartib so'zlashga to'g'ri keldi, ya'ni 2013-14larga deyman. Shundoq bir filmni ko'rib qoldim. Chet ellik bir san'atkor shu o'z yurtining chet yaqin rayonlariga borib, shu yerdagi el ichki san'atkorlarining naqshlarini shu o'zlari yashayotgan muhitda shu ovoz suratini ilib, uni keyin ishxonasiga qaytgandan keyin nihoyat zamonaviy, nihoyat payzi ku holatda shu tankash qo'shib, uning keyindan qilgan bir film ekan to'q. Ko'rib bak hayajonlandim hamda. Shuning bilan men shundoq ishlarni qilayotgan odam bo'lgan ekan, men shundoq yurtlardagi el nag'machilarni shu o'zining muhitida surat ovozlarini yaxshi ilib, uning keyindan o'zim ustiga ish qo'shib, tankashlarini payzi ishlab, shundoq bir payzi narsalarni ishlab baqsam bo'lmamdi deb o'yladim. Lekin izchil vaqt chiqaramay keldim bu ishga. 2017-yil 9-oyda cho'nglar bilan birga heyt o'tkazilganga, yurtim chirig'i bordiganga tayyorlik qilib qoldim. Hey, to'xtab turay, mushu qitim bag'ach, shu ishni bir qilib qo'ymayya degan xiyol bilan kompyuterimga qo'shib, bir necha mikrofon va boshqa uskunlarni ortiq ilib oldim. Shuning bilan chirig'i berib cho'nglar bilan jam bo'ldik. Heytning birinchi kunini o'tkazibla, ikkinchi kundan boshlab yurtdagi og'inlar bilan birlikda yerlik el ichki san'atkorlardan nechalarni aytilg'ach, ularning aytgan naqshlaridan material olishga mangdik. Ma'qulda da, xo'sh. Ben kaçan. Bakacak bir şeysin bakma balam. Ne yapalım koyacağım sen. Ha koyacağım. Oldi bilan uyin Nayi bozor ichiga joylashgan Mamtimin Turdi akaning uyiga bordik. Uyini heytlab, heytliq noz-ne'matlarga ig'iz tagdik. Mamtimin akaning isil naqshlaridan anglab material yig'dik. Başka vay hay bilip yatsam ürdek bir kız assam. Ondan Damkuyesidagi Abdulla Barat akaning uyiga bordik. Aşuti mesafe göre vakti. Kişi konça oynayan rapam beyde. Aşuna Abdal Türkçe oynayan. Uyini heytladik, mungdishib naqshlardan material oldik. Ertesi Bisar Xacamning uyiga bordik. Ben pazar gitsem ziyan tadıdım ben. Bisar Xacamni uyini heytlatdi, uzundan uzunga mungdashdik. Bak yere kames koy ya. Şu 30 kilometre maka. Damlayacak bana dedi. 30 kilometre çıktı. Yeyik de kamyalar baba. Chiroyli naqshlardan aytib berdi. Yüzleri yaray, şirin şeker sözleri bir kilip iki kilip can yarma, canı algan yüzleri Ondan Ulug'soy yesiga chiqib, biz bilan tang quramliq keldigan mijoz ajoyib isil ziyoli alnag'michi og'inimiz Adil Hafizning uyiga bordik. Yetiq dasturxonaga daxil bo'ldik. Ondan yana bir og'inimiz Matquvonni ilib, Balangi yayliqiga berib, bu og'inlarimizning naqshlaridanmi material oldik. Mikrofonu şamal kesinin adını eliş için şamalın yönelişi bir tane günlük kap koysak ya. Laçılla gilep su kıyvet misin? Hoş rencige koydunuz, yürekke ot saldınız. Kurguya mı lan? Stop, siz nerede kaldınız ha? Aldın mı bana? Kurguya mı lan?
gözler. Turgu. Ay, hiç kaldım ya. Material ilişkimiz Çirideki elağinlerinin yardımıyla nait uğuşluk buldu. Bulupmu Muradil Muhtar inimning bu işte yardımı bek çoğun buldu hem bek çapa çekti. Muradil rahmet cuma sana ufkam. To'xtanglar men bema go'shigan ballarni bu yerdan avalay. Siz yegan go'sht shumi? Şu hayajonda Ürümchiga qaytibla muzikasini ishlayman deb niyat qildim yo. Qaytgandan keyin yana tirikchilikning keyniga kirib ketib qoldik. Keyinki yili, yani 2018-yili Dolan muqamlarini ratlash, unelish xizmati bilan Makitda xili uzun turib qoldim. Shu fursatda Makitdagi dangliq muqam ustozi Hüsn Yaya akaning aytishidimi Dolan muqamlaridan bir necha ariya olib oldim. Bir de gıkta size kaldırak. Ne kısmına. En o ellerinde. Yarın dolar senden bilek, benden bilek. Ben tıkı yatmadım, kasmak yanım senden bilek değil. Kızı buğday, yaz buğday, mayıs oldu, kızı buğday kaç tane gitmem var, menüs var. Kızı buğday ne, 9 milyar tat, 10 milyar terimiz. O balı terimiz, o kalıt var. İkinci ayın 15'ini tatıp, ikinci ayın ağır tutacak, bu yazgın terimiz, bu Yusuf bunu da hiç bilmiyor. Anlık misal keltirgen gap. Ulan haklı var adam, pembe adam, şu adam tip. Bunlar davat eden gap soğan tapıda. Uningdan boshqa yosh Dolan muqam varisi Tudemgimo Ravab bilan bir necha Dolan padlarini chog'izib oldim. Lekin muzikasini ishlaydigan ish shu peti qoldi. Men asli buni rasmiy shu 1-2 soat chiqadigan bir hujjatli film qilib ishlamoqchi edim. Lekin 10 necha naqshini chalg'ilashtirish, filmini kirishtirish degandek ishlar xili jiq vaqt, zehn talab qiladigan bo'lg'achqa faqat vaqt chiqarib bo'lolmadim. Shuning bilan vaqtmi o'taverdi, oylar o'tdi, yillar o'tdi. Uningdan keyin mana Duanshipin degan narsa chiqdi. Mana hozir hammamizning 1 soatlik emas, 1 minutlik narsani to'liq ko'gidek savr taqatimiz yo'q, bugunga ulashdik. O chil toshqan tutib ketdi. Ondan o'tgan yili to'rda bir buvoyning tomga yulinib o'ltirib, billa emgak qilayotganlarga quruq etib bergan bir naqshsi uchrab qilib, shuning ostiga oddiylik qilib bir pianino chep to'rga chiqarsam, to'rdashlar bek yoqtirganda, shu vaqtda shu 2017 olgan naqshlarni bir ishlatsam bo'ladi dedim-yu, yana vaqt chiqmadi. Bu qatam hamda kim topdi, shu Go'sangosni ishtikiltib angliz payz bo'ldi deb. Shu banda Go'sangosning hikoyasini so'zlab bergim kelib qoldi. Uni ulab Mirajaxonning hikoyasi so'zinib ketib qoldi. Degandek, shu to'rdashlarning deydayga selishi bilan shu hikoya so'zlaydigan ochib tutilib qoldim qaranglar. Endi bu hikoyani so'zlagandan keyin shu necha yillar burun ep tashlab qo'ygan shu materiallarni ishlab, hikoyasi bilan qo'shib to'rdashlarga so'zlab beray deb, shu 2017-18dagi materiallarni tepib, film qilib kirishtiryapman hozir. To'rdagi inkaslarni imkon bor o'qib menayapman, lekin javob qaytarib olmadim do'stlar, buni to'g'ri tushensanglar. Ondan endi bunday ishlarni qilib yurishimdagi sabab shu. Birla o'zim yaxshi ko'raman. Mushu naqshlarning shu asli uslubida, asli aytilishida, shu egillarning og'zida aytilgan nusxalarga o'zimning muzikalarini qo'shib baqsam, men o'zimbek hayajonlanaman buningdan. O'zimbek yaxshi ko'raman. Shunda o'ylayman, hamda shu hozirgi neni o'xshamaydigan navoy bekda olaydi deydigandek bir kishilik naqsha aytib 10 kishilik davron solinadigan ba'zi cho'lponlar solishtirganda shu tuvanda haqiqiy san'atkor atilishga loyiq nurg'un odamlarimiz bor. Shu Hüsnikam deymiz. Uningdan boshqa yurtlarda kona xalq naqshlarini saqlab kelayotgan odamlarimiz bor. Shu kishilarning naqshlariga shunday o'zimning muzikasini qo'shib boqqim keldi. Bugun ko'rganinglar hisobda mundaq yugopiyandek bir narsa bo'ldi hisobda. Nurg'un mazmunlarni qisqartirib, men shu qilgan ishlardan azroq sizlarga uchur beray dedim. Men kelarki sandan boshlab hamda shu bayam sizlar ko'rgan
shu yerlik san'atkorlarimizning naqshlariga shundoq bir musiqalarni qo'shib, har birisini bir sondan qilib, hikoyalarni qo'shib uningga do'stlarga sunaman. Unda bo'lsa do'stlar, bugungi hikoyamiz mushaygacha bo'ldi. Kelar qatim ko'rishguncha omon bo'linglar.